Ehe, o'tin ko'mir yoqadigan o'rtoqlarim, qani sizlar bilan qalban birgamiz. Endi sezon boshlandi. Hali o'tin ko'mirlar yoqib, qo'llarimiz tirsillab, yolib sezondan chiqishimizga 4 oy, 5 oy vaqt bor ekan deb kulsam, ba'zi bir negativchilar bu kuladigan narsa emas, tabiiy narsa, haqiqat deb yozibdi. Haqiqatligini bildim, bilganim uchun ham, boshimdan o'tgani uchun ham shunaqa video qilib chiqdimda o'rtoqlar. Tavba qildim, astag'firulloh. Ba'ziga aql chicharlar, pechkangiz oxlasangiz bo'lmaydimi deb yozishibdi. Tavba. Pechkani oxlasam issiq chiqqan pechkadan. Yoki shuncha ishim kamda yana bir haftada bir pechka oxlashni ham o'zimga ish qilib qo'shib olayim. Jinniga o'xshayman men mana shunaqa. Ba'ziga aqllilar bo'lsa shunday remont aboylaringiz yomon bo'lib ketadi, pechka yaxmang deydi. Pechka yaxmasa nima qilay? Qaltirab o'tirib kasal bo'laymi bolalarim bilan birga? Yana boshqalar nima deydi? Konditsioner oling, topli pol qildiring, ataplini qildiring deydi. Ataplinamiz bor, gazimiz yo'q, topli polimiz bor, tok yo'q. Bizni qishlog'imizda qish kunida har 3 soatda 2 soat tok yo'q bo'ladi. Endi sizlarning aqlinglar aytgan shu topli pol, konditsioner qanday isitadi o'rtalar aytinglarchi. Shuning uchun bilib bilmasang ko'p ham meni asabimni egallamaydi, xo'pmi? O'zim hali o'tin ko'mir yoqib, qo'llarim tirsillab yolib, kulolor, mana betim po'ralari ham kirga to'lishib ketganda, asablarim o'ynab turibdi. Sizlar mana kommentariylarda o'qib, asablarim diskoteka qilardi bu yerda. Buni qo'yinglar, aytdi kosmetolog va Xabjanovni barcha proseduralarga 30% chegirma qilib qo'yibdi. Menga o'xshagan o'rtoqlarim o'ylab, yuzlarim quruqshab, sho'rlashib ketyapti. Va Xabjanovdan oldiga bordim, yuzim chiska qilib, karboksiterapiya qilib qo'ydi. Shunaqangi yiltillab qoldi-ey. O'rtoqlarim doimo o'zim avval sinovdan o'tkazib, keyin sizlarga tavsiya qilaman. Kosmetolog va Xabjanovna yangi manzilga ko'chgani uchun barcha proseduralarga 30% skidka qilibdi. Bu skidkadan sizlar ham foydalanib olinglar. Yangi manzili o'zimiz Andijon eski shaharda Hamkorbankda ro'parasi Transbank podvali Marza Sulton salonini ichida. Shunaqa qilib yuzlarim yiltillab energiyaga to'lib uyga kelib, Insta Yulduz avtoriskiy kursini darslarini davomini yozishni boshladim. Ha, o'zi bu qanaqa kurs va men kimman bular haqida bilish uchun sahifamga obuna bo'lib, storieslarimni kuzatishda davom eting.